Yaxshimisilar do'stlar, yaxshilaringlarmi? Men sizlarningki do'stinglar Qarako'z bo'laman. Bugun sizlar bilan paranglashmoqchi bo'lgan tema bo'lsa, men bugun sizlarga bir hikoya so'zlab bermoqchi. Ham do'stlar, hozir hammamiz kallimizga bir podshohni keltiraylik. Bu podshoh qanday podshoh deganda, nihoyatda mol dunyosi mo'l bo'lgan, xazinalarda oltin olmoslarni son-sanoqsiz bo'lgan, har qaysi jihatdan nihoyat kuchli bo'lgan bir podshoh. Ana shundoq bir podshoh bor ekan. Bu podshoh bir kuni o'zininki vazirini chaqirib debdi vaziriga. Vazir, sendan bir so'raydigan savol bor. Degandan keyin vazir qani so'rang podshoh alilari degandan keyin podshoh debdi, vazirni darizni oldiga boshlab apirib, o'rnininki cho'ng darvozasiga qaraydigan darvoza bilan, ya'ni eshik paqarni ko'rsatib turib, podshoh mundoq debdi. Mushu darvoza bilan men sap silayotgani, kuzatayotgani nihoyatda uzoq mezgillar bo'ldi debdi. Bu davomli xo'shal kayfiyatda yashay oladi. Davomli qarsang o'zininki yuzida tabassum, kulgi uzilmaydi. Atrofidagi odamlarga nihoyatda kulib turib gap qiladi, kulib turib muomala qiladi. Hattoki kayfiyatning yaxshiligidan davomli atrofidagi odamlarga chaqchaq qiladi. Lekin men bilaman, bu darvozalarningki hech nimasi yo'q deydi. Ne mal dünya, ne mal çarva, ne almas, ne altın, ne pul, hiç nimesi yok. Hatta ki aşının kolundaki aşı ne izimi, orada karşılık bana tevbe etti. Bana şundak bir hiç nimesi yok bir insanın ki, günde tebessüm bilen, külki bilen, nihayet yaş keyfiyatta yaşayallavat kunağa mehayran dedi. Hem sen mankara dedi. Meninki saltanatim ne kadar büyük debdi. Mal dünya desem, bizning xazinlarda altın, almas, göherniki sani yok. Mal çarbi desem, yaylaqlardaki kala, qo'y, at, to'yga, jimi hayvonlarki sani aniq emas. Naz ne'mat taom desang, taomning har qanday no'jisi nimaga yeyman? Tatlı türümün en no'jisi mening oldimga keladi. Hamda ayol desang, meningki orada da ne chiroyli hemşerilerim bor. Hech qanday bir jihatdan kamchilikim yo'q debdi. Lekin men shu darvozabanchilik kulanmayman. Mening chiroyimda shu darvozabanchilik tabassum yo'q. Qachonlam bo'lsa ichimda bir titlash bor, bir siqilish bor, bir g'am bor. Shuning sababidan men davomli sulg'un bir holatda yashab kelyapman. Buning sababi nimada deb o'zininki vaziriga savol qo'yib dedi. Bu podshohninki vazirimi nihoyatda aqlli, nihoyat donishmand bir insonga podshohga debdi, podshoh alilari, undaqda siz shu darvoza bilan, ya'ni shu eshik paqariga 99'da 1 degan chorani ishlatib ko'ring. Andan keyin siz shu sulg'unligingizning, shu g'amdorligingizning sababini tushunib yetasiz debdi. Podshoh debdi, 99'da 1 degan qanday narsa? Men tushunamadim deb. Vazir debdi, siz bir hamyon tepang debdi. Hamyon degani ya'ni portmol tepib, ichiga 99 tal altın tenge selang debdi. Selib og'zini ching yopgandan keyin, chekkandan keyin teshig'i 100 tal altın tenge bor deb yozing debdi. Andan shu hamyonni shu darvozabanninki uyininki eshigini oldiga yarim kechada tuydirmasdan qo'yib qo'ying debdi. Podshoh bo'ldi debdi. Odamlarga aytibdi, odamlari 99 tal altın tengeni hamyonning ichiga sapdi, hamda og'zini chang chekibdi, hamda teshig'i 100 tal altın tenge bor deb yozib qo'yibdi.
Andan buni yerim kechida tuydirmasdan hech kimga darvozamning uyini oldiga qo'yib ketibdi. Tunninki ma'lum bir vaqtda darvozadan uydan chiqib hamyonni bayqabdi. Hamda hamyonni qo'liga olib qarasa, tejada 100 dona oltin tanga bor deb izohliq. Andan bu hamyonni uyiga olib kirib, to'kib tangini sanashga boshlabdi. Sanasa tanga 99 tal chiqqan. Andan bu darvozadan nihoyatda hayron bo'lgan asosda o'zining ayolini bolalarini o'g'itib mana men bir hamyon tepib oldim. Bizning ishni oldida teshik izohliqga 100 dona oltin tanga bor deb, lekin ichiga qarsam 99 tal chiqdi. Turinglar. Buni akilib, mush bizning uyning oldiga tushaygan odam cho'qim bu bir tal tangini mush kiyotgan yo'lga tushirib qo'ydi. Bu asli cho'qim 100 tal bo'lishi kerak. Cho'qim 100 tal bu. Cho'qim birisi yo'lga chiqib qoldi. Sizlar berib izlab kelinglar deb ayolni bolalarni tangini izlab tepib kelishga yo'lga sapdi. Yerim kechada buningki ayol bolalari chiqib yo'lma-yo'l izlabdi, yo'lma-yo'l qarabdi. Yo'lma-yo'l nəhayət inçiklik bilan təşvişimi bu bir tal altın tangini tapamabdı. Tapamagandan keyin tang yo'rg'ay deganda bular darvozadan yana qaytib debdi, endi topolmadi. Hech narsa bir tal altın tanga yo'q deb. Degandan keyin darvozadan nəhayət g'azablanibdi. Bu degan altın tanga tursa, bir tal altın degan qanchalik pul bilmamsa, ashuni topolmay nima qilsizlar? Bir tal tanga degan ondan as keldi, mandan as keldi. Nima topolmaysizlar? Deb degan ichi degan titildab, ayolig'imga baqirib, bolalarning ko'ngliga azor berib, nəhayət qo'pol gaplarni qilib, ayol bolalarning hammasininki kayfiyatini nəhayət so'lg'onga akibdi. O'zimni nəhayət chechilibdi, o'zimni nəhayət parvon o'tdi. Shuning bilan atsi podshoh shu darvozalarni bir kuzatib beqish uchun o'g'rining darvozasining oldiga kelib, darvozaninki talatiga taqtirga sapsabdi. Sapsasa darvoza nəhayət so'lg'on holatda, ya'ni burun tabassumlar, kulkilar yo'q. Nəhayət so'lg'on, qapoqlar turilgan, nəhayət ichi siqilayotgan bir holda turg'idek. Keyin podshoh vazirni chaqiribdi. Bu nima ahvol? deb so'rabdi. Vazir debdi, podshoh alilari, mana hozir bu darvozadan o'zi erish bo'lgan, o'zining qo'lida bor 99 tal tangaga rozi bo'lib qanoat qilmasdan, erishanmagan bir tal tanganing ko'yiga tushib, shuni o'ylab nəhayət ichi siqilib, ichi titildab, atrofidagilarga azor berib, kecha uxlamay, shu erishgan 99 tal tangisini unutib, erishanmagan bir tal tangisiningki ko'yida sarama qo'yibdi. Sizning ahvolingiz bu naq shu darvozaning ahvoliga o'xshaydi debdi. Sizning butun boylik, butun noz-ne'mat hamma narsa to'liq. Lekin siz yana shu o'zingizning qo'lingizdagi bor, o'zingiz erish bo'lgan narsalarga qanoat qilmaganlikdan sizmi davomli sarson, so'lg'in yashab kelyapsiz deb hisobda podshohga yaxshi bir dars o'tibdi. Endi do'stlar, bizniki hozirgi hayotimizda, jamiyatimiz bo'lsin, biz bu davomli shu erishanmagan narsalarimiz uchun nəhayət qayg'urimiz, nəhayət sabra bo'lamiz, nəhayət ichimiz siqiladi. Erishanmagan ma'lum bir narsalarimiz uchun biz davomli boshqa turimiz, hattoki bilib bilmay atrofimizdagi insonlarning ko'ngliga azor beramiz. Bilib bilmay ota-onalarimizni ranjitamiz. Erishanmagan narsalarimizni o'ylab olganlik uchun atrofimizdagi insonlarga kuyunib bo'lmaymiz, vaqtida holidan xabar bo'lmaymiz. Shuning uchun biz inson davomli shu o'zimizniki hozirgi qo'limizda bor narsalarga, hozirgi erish bo'lgan narsalarimizga
qanoat qilib yashashimiz kerak. Hergiz mu erişenmeyen ma'lum bir narsalarni deb kayfiyatimizni buzib, atrofimizdagi insonlarga azar beradigan, qo'pol tegadigan ishlarni qilishimiz nihoyat xato ekan do'stlar. Hamda bugungi hikoyamiz mushakchi bo'lsin. Bu hikoyadan sizlarningki yaxshi bir tushunishlarni ilishinglarni umid qilaman. Rahmat sizlarga.